Assalomu alaykum Farruh aka, qandaysiz, yaxshimisiz aka? Mana kelib oldik aka. Xorvatiyada. Hozir shu damni olib nimani kutyapmiz? Boshlig'ini. Hujjatlarni topshirishga borar ekanmiz hozir. Bu nimasi? Bizga berilgan xona mana. Pashti bitta uyda aka. Mana. Bu bizni nimasi? Ikkita kishiga berilgan bu uy. Nimasi? Aka, lekin zo'r joylar ekan bu. Havosi zo'r ekan, nimasi? Hammasi zo'r. Shuncha kutganga yarasha lekin zo'r bo'ldi aka. Nima deymiz? Glavoy sabr qilish kerak ekanda, endiga keladigan odamlarga-da shuni aytamiz-da, sabrda bo'lsa hammasi bo'lar ekanda. Mana pashti o'tgan yil sentyabr oyiga topshirgandik. Nimaga? Приглашениyaga fevralgacha keldi mana. Fevral oyiga. Lekin viza tez bo'lar ekanda u. Endi kelaman deyotgan odamlarga aytadigan bo'lsak-da, viza 35 kunda chiqdi. Bugun уже 29-aprelda уже Xorvatiyadamiz-da. Fevral oyida topshirganmiz vizaga. Oxirida. Mana Xudoga shukr kelib oldik. Zo'r, Xudo xolasa, hammasi. Mana akam bilan ham birga kelib oldik. Yo'qsa o'zingiz nimalaringizni ayting endi, taassurotlaringizni. Assalomu alaykum Farruh aka, zo'rmisiz, yaxshimisiz? Mazalaringiz zo'rmi aka? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Mana Xudoga shukr kelib oldik Jamshid bilan. Xudoga shukr mana boshliqni o'zi kutib oldi, firmani boshlig'ini o'zi. Yaxshi, Xudoga shukr mana bizlarni chiroyli qilib kutib olib, kvartiraga joylashtirib, hamma aytilganday bo'ldi, Xudoga shukr. Yaxshi hammasi, Xudoga shukr. Rahmat sizga aka.